Bu videoda men Minecraft Top 5 klonlarini o'ynab, ularga obzor qilaman. Siz esa bu videoni ko'rishda davom eting va kanalga obuna va laykni bosib qo'ying. Unda biz videoni boshladik. Mana birinchi o'yinimizni boshlab oldik. Modern Craft degan o'yin ekan. Playni bosamiz, hay. Play. Mana play. Xo'sh, qanaqa ekan? To'g'ri, qanaqa o'yin bu? Nima qila? Aha. Shunday mana. To'g'ri, aptim qarayman. Buncha qildirama. Ora, cho'g'ri. Rosa bilgan. Yaxshi. Yurishini uchun oldim, hay. Nima? Shaharchan qaranglar. Kerakchi paska? Tushlar. Naqolna? Bu uyga kelib yozib qoldiringlar. Birinchi marta o'ynashimman bu uyni. Top oldim, shu odamlardan eshitdim shunaqa o'yin borligini. Chiqlar endi. Вообще где он akalar? Nolida. Arbaletmi? Nolida avtomatam bor ekan. O'shlar. Selga olibdi. O'tirish. Kamerachi bilan o'zimizni ko'rsak bo'ladi. O't bera. O't. Kamera burilgan. Ana. Rasm olinadi. Uyun normalni iyi. Şir ayıqım. Şu televizor mu? Televizor doğru. Lekin zo'r ekan, yo'qdi menga. Uyun normalni. Do'chon. O'ynaydi. Yon. Oha. Mana. Kontrol bilgan. Marhaba akalar, bu o'yincha menga yoqdi. Bu o'yinga grafikasi uncha yaxshi emas-u. Normalni qo'ysa bo'ladi baho. Bunga 10 dan 6,5 qo'ysa bo'ladi. Endi navbat keyingi o'yinga go. Keyingi o'yinimiz Blockcraft 3D. Bu Play Marketda 2 million marta yuklangan ekan. Qani o'yin ko'ramiz. Ya xudo. Shuncha 1 minut o'rgatdi. Bibi. Nima edi bu? Shundan paydo bo'lmaymiz ham. Bibi. Akalar kim bu o'yinni o'ynagan bo'lsa yozib qoldirsan. Dirsak bo'ldimi? Hay, endi biza bu uyni bunaqacha uylarni qurish uchun biza kelmaganmiz, bu uyni olganmiz yo'q. Biza bunaqacha grafika narsalarni ko'rishga kelganmiz. Qantosh, shumtosh. Gravel o'xshaydi bu. Yusakr. Qanday sakr? Uni bossak ekan. To'g'risini bu o'yin menga umuman yoqmadi. Tez yurgani ham yo'q ekan buni. Nima edi bu? Nima bo'lsa ham. Bu o'yin yoqmadi menga. Bu o'yinga 10 dan 0 berish sal yomon-u. 2 beramiz va keyingi o'yinga o'tamiz. Block Crazy Lobo Rob 6-ursin sani.
Xullas o'sha degan uyim ekranlarida chiqdi mana bu yoqqa. Craft Master 3D deb chiqdi. Buni ham o'ynab ko'ramiz, qaysi biri yaxshiligini bilan. Kirish ham qiyin bo'lib ketdi buni. Ha, bo'ldi. Qani hozircha merni zagoska qilyapti va biz ham bunga ham o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Zagoska va boshlab. Qani. Da, zagoska qilmayapti bu yo'lan lava. Grafikasi normalni. O'tibdimi? Aktor kerak. Yaxshi. Tez yurgan bor ekan. Yaxshi piksellar bor. Tez uribdi. Wow. Chiroyli. Grafikasi yaxshi, uni qachon piksellari sal yaxshiroq. Ammo yangi Minecraft emas ekan, eski ekan, ko'p narsalar yo'q. Bular ham bunga o'xshash o'yin o'ynaganman. Deyarli grafikasi bir xil mana. Xo'sh. Hozir aylanib ko'raylik, yana bu narsalar yaxshiroq narsalar chiqib qolar. Bunga bir narsani sinab ko'rish esdan chiqib ketdi. Qolgan ikkita Minecraftga qolgan ikkita Minecraftga buni iloji ham yo'q edi. Ender Dragon oldiga borib bo'ladimi? Birinchi yasolaylikchi. Xo'sh. Ana, ibi. Afsuski qolgan barcha narsalar yaxshi. Men kamchilik topmadim. Bunga 10 dan 8 la yoki 7,5. Buni sinamayinni. Nimaga ochilmagan holi? Xullas, bu o'yin normalniy, faqat bir 3 ta kamchilik bor. Shuning uchun bunga 8 bermoqchi edim. Afsuski kamchilik borligi uchun 7 berishga qaror qildim. Endi navbat keyingi o'yinga. Bugun menimcha barcha deb ma'no ko'pchilik odamlar bilsa kerak, Crafts main o'yini. Bu o'yin Play Marketda 3 million martadan ortiq yuklangan. Buni kam natija emas, bu ancha-muncha odam biladi demak. Kirishi men o'ynagan Minecraftlarga nima edi bu? Voy xudo, Steve deb Alex rasmga qo'yibdi-ku, orqasini qaranglar, uni qiyshiqqa turib qo'ygan, yaxshiga o'xshatib. Mana qaranglar. Nastroykalari bir tinga qimmat, shugina nastroykan. Shugina nastroyka ekan. Birinchi marta o'ynashim. Qani? Shader qo'shilgan bunga. Narsalari normalni chog'i. Oldin ham ancha narsalar menga yoqmadi. Kirishga pandajan rasmi, lekin grafikasi yaxshi ekan, piramida. Mana bu yo'lari nimaga rang ikki xil bu yo'li? Cho'l yaqin joylar rangi boshqacha, bu yo'llar rang boshqacha. Cho'ldan paydo bo'lganimizga piramida ham borgan yonimizga. Kirish kerak beri. Olib berdim. Sal yana aylanib ko'raylikchi. Yoki buni oldingi o'yinga o'xshab biror bitta bug bo'lishi mumkinmi? Bunaqancha joymi? Okeanlar tagidagi Zumrad qoyalar dedim. Marhay, endi bu o'yinga ham keyingi o'yinga ham navbatda beramiz. Bu o'yinga boshdan kirishimizdan yoqmagan uchun hozir sal fikrim yaxshi bo'ldi. Bu o'yinga o'yindan 6,5 bersam bo'ladi. Endi navbat keyingi o'yinga. Oxirgi o'yinimiz bu.
Loki Craft o'yini. Albatta bu birinchisi. Bu o'yinni boshqalardan ham ko'rganman. Loki Craft 1, 2, 3larni ko'rganman. Bir vaqtlar 4-sini ham o'ynagandim. Va Loki Craft X deganlar ham bor. Ammo qolgan o'yinlarni keyingi videolarda o'ynab obzorni qilib boramiz. O'shaniki o'xshaydi. Loki Craft yozuvini orqasiga qaraligini tushunmayapman. Steve Hay normal qilishibdi. Igrat. Lekin grafikasi yoqmayapti lekin menga. Komment yozinglar. Hozir bu ham Lego o'yiniga o'xshab qolganda, to'rtburchaklarga. To'rtburchak, tamom. Hamma hay. Qani kirdik. Voy xudoyim. Sal shader qo'shilgan chog'i, bulutmi, tumanmi? Voy xudo. Mayda bu, Tabruzmi bu? Umuman yoqmagan, ajralib qolgan. Chunki mana o'tni qaranglar, bu blokni qaranglar, tagidagi blokni. Ikkovi birovga umuman mos tushmagan. Bularni qaranglar, daraxtni, bargini. Suvni kerak chiqay. Tush. Suv ham shu ahvol, suv tagi ham. Buni qaranglar. Cho'pchagi bu. Suv ustini qaranglar, sizlar ham to'rtburchak bo'lasizda. Bunchalik bo'lmaydi-ku endi odamlarga. Yaratgan odamlar qaranglar. Mana bunisi lekin aniq shakar qamish bilan o't. Oddiy o'tlar o'g'irlangan, chopilgan. Bu ham даже xunuk. Ana nimalar bor ekan normalda. Voy xudo. Nima edi bu? Karta ekan bu. Reallikka o'xshatishdi, real hayotga. Mana buni qaranglar, nima? Kamonmi bu? Mana uyroq ekan. Bu nima? Lopatka. Loy ekan. Oyna hay normal ekan, sal bo'lsa ham. Lekin mana bular nima edi bular? Temir, rudali ekan bular. TNT, hay. Nima? Nima bo'lsa ham hay. Bu menga yoqmagan eng yomon uyim bo'ldi. Hech nimasiga tushunganim yo'q. O'lay agar hech nimasiga tushunganim yo'q. Uni faqat grafikasini o'z holiga qaytarib yoki igrani o'chirib tashlaylikmi? Umuman yoqmagan. Hay, akalar, menimcha bugungi videoda yetadi. Bugungi videoda 5 ta Minecraft klonlarini ko'rib chiqdik va bunga men o'ndan 2,5 beraman, hay. 2,5 beraman. Umuman yoqmadi. 2,5 emas. 0, tamom. Umuman yoqmadi menga. Keyingi videolarda ko'rishgungacha, albatta bu videoning tagida 10 ta like bo'lsa, men keyingi shu Minecraft klonlar o'yinini ikkinchi qismini chiqaraman. Sog' bo'ling akalar, sizlar bilan men Rafting Gamer bo'ldi va bu videoning tagida 10 ta like bo'lsa, keyingi videoni chiqaraman. Kanalga obuna bo'linglar va kommentga o'z fikringizni yozib qoldiringlar, yana qanaqa o'yinlarni o'ynaylik Minecraft klonlaridan. Xayr akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha.